Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz mana yakshanba mashina bozoriga chiqdik. Biz qaytdik. Hamma yozyapti, bormisizlar deb. Mana biz Husan akam bilan Xudo xolisa har hafta qaytdik. Biz yangi mobilograf oldik. Shohruh bilan Xudo xolisa birga bosamiz bu yog'iga. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi kun mashina reydimiz to'g'rirog'i nimadan iborat bo'ladi? Bugun faqat sizlar uchun Malibu 1 tekshirib chiqamiz, Xudo xolisa. Sizlardan talab qilinadigan narsa mehnatimizga shu like bosasizlar va podpisatsiya qilib qo'ysanglar, Xudo xolisa keyingi videolarimiz chiqadi. Do'stinglarga ulashsanglar ham yaxshi bo'ladi, chunki biz ham mehnatxonmiz. Bu mehnatimiz qat'iy prosmotr yaxshi bo'lsa, biz uchun ijobiy bo'ladi, biz yana chiqishimizga sabab bo'ladi. Shu. Ketdik bo'lmasa boshladik. O'rtoqlar, mana bugun biz Malibu 1 dan boshladik. Birinchi mashinamiz mana Malibu 1. Hozir tekshiramiz, oxirida xulosani aytib chiqamiz sizlarga. Boshladik. Har doimgidek atsekdan boshlaymiz. Boshladik. Tak, kapotni boshlaymiz. Kapotni germetikasidan tekshiramiz. Germetikasi joyida, sap-sariq bo'lib turibdi. Boltlar joyida turibdi. Yo'dan boltlar joyida. Demak, kapot butun. Qanotni ko'ramiz. Qanotni bolti joyida turibdi. Lanjeroni va chashkalari ham butun turibdi. Ichkarida boltlar joyida. Usilitel qismimiz ham butun turibdi. Lanjeronimiz kerakli narsa bizda lanjeron butun turibdi. Bu tarafida ham lanjeron butun, chashka butun, qanot. Hatto boltlari sal qilingan ekan. Hozir ko'ramiz, yechilgan. Qanotni keyin masalasini hal qilamiz ustiga. Tak, atsek cho'tki chiqdi. Endi ustiga o'tamiz. Endi kapotga yozib plyonka qilishgan, uning uchun tanishlarga murojaat qilamiz. Birinchi qanotni tekshiramiz. Razmerini bilib oldik. Endi bu yerdan ketdik. Razmer normal chiqdi. Plyonkani hisobiga sal ko'proq, plyonkani olsak bir xil bo'ladi. Endi qanotga o'tamiz. Rangi sal boshqa bo'lib turibdi. Bu to'qroq, bu ochiqroq turibdi. Boya ko'rganimizdek qanot ko'chgan joyi edi, qora qanot. Bunda zavodskoyda qora qanot bo'lmaydi. Bu qanotimiz yengga qo'yilgan, isef qo'yilgan. Endi eshikka o'tamiz. Eshik ham zamena bo'lgan. Germetikasi sariq bo'lgani bilan, lekin bunaqa bo'lish kerak emas. Eshik zamin boshqa qo'yilgan eshik bor. Yangi eshik qo'yilgan. Tak, endi bunga o'tamiz. Tak, mana boyaga aytganimizdek qanotimiz qora deganimizdan chala sepilgan, qoralar olib turibdi. Buni qora bo'lish kerak emas. Boltlari ham yechilgan. Yog'i butun turibdi. Eshik demak zamina. Eshik boshqa qo'yilgan. Nari qanot yenga qo'yilgan. Shu yonida. Lekin eng kerakli qarang. Kerakligi bizga hozir lanjeron butun chiqdi. Mashinada shunisi yaxshi. Lanjeron butun, ham joylari ham butun. Bo'tga hech nima qilmagan. Logika takoy nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga zamina qo'rilgan, uni yenga qo'yilgan. Mamyolari, stoykalari butun, hech nima qilmagan. Biyolari hammasi butun turibdi. Endi bu eshikka o'tamiz. Bu eshik yaxshi. Qanotga o'tamiz. Qanotdan nechun normal. Germetikasi mana, germetika deyiladi. Butun o'ziniki zavodga turibdi. Butun. Bu yerda ham boltlari joyidan, boltlari bo'lib, turish tegmagan, butun turibdi. Demak, bu tarafi yaxshi. Tak, mana germetikasi joyida o'ziniki, butun. Bu yoq ham butun turibdi. Bagajni atsak, bagajning o'zi yaxshi, ichi. Tak, orqasi, mana ichini olamiz. Atsak cho'tki turibdi butun. Germetikalar joyida. Zapaska ham yangi turibdi. Atsak yaxshi chiqdi. Bagajdan atsak top. Endi ustini bo'lib olamiz. Usti ham yaxshi chiqdi. Bu ham toza turibdi. Bagaj ham toza. Atsak toza. Qanoti yaxshi chiqdi. Eshikka o'tamiz.
tizig'idan past sepilgan ekan. Mana shu yerda sal agar sezayotgan bo'lsangiz bulut bo'lib turibdi-da. Bu 300 ga bo'ladi. Sal bulutroq mana shu to'xtagan, nitri, bu yog'iga lak sepilgan. Shunda eshik sepilganmi? Mana shunda tizig'idan pasti sepilgan. Razmer ham ko'proq chiqyapti. Razmer 38 bo'ldi misol. Bu yoqda 52, 53 chiqyapti. Gruntovka bu sepilganda. Mana shu tizig'idan past bo'lyapti. Germetkalari joyida o'ziniki, zavodskiy turibdi, mana bu ton. Bu yog'ini ham ko'rib olishimiz kerak. Bu yoq ham butun turibdi. Demak, bitta eshik zamini bo'lgan, krilo almashgan. Eshigidan tizig'i. O'zini sepib qo'yishgan. O'zi eshigi tizig'idan past bo'ldi. Bu yo'q butun ekan. Bu eshik toza shunda. Toza. Bu yo'q yaxshi chiqdi. Endi bitta qanotimiz qoldi. Qanot toza. Toza. Butun. Tomini ham tekshiramiz. Tomini ham. Ha, tomini ham tekshir. Toza turibdi, butun. Germetikalar joyida germetik suriladi. Tomi butun. Butun, ha. Ikkita ko'ramiz. Nimani bikib ko'ramiz? Kemali bir ish ko'ramiz. Uchta detalli bor ekan. Mana bu eshikning tegi. Nari qanot, nari eshik. Mashinani to'liq tekshirib chiqdik. Mashinamiz qatlarida bor edi. Ikkita detal kraskalangan, zamin bo'lib kraskalangan. Mana bu yoqda eshigining tegi tizig'idan pasti bo'lgan, qolgan joy toza chiqdi. Ha. Mashinamiz 2014 dedilar. 14 yili. 14 58 ming probekda. Mashinamizga 15 ming narx so'rashyapti. Mana bu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizda navbatdagi mashinamiz yana Malibu bor. Bugun Malibular kuni bo'ladi. Xudo xolisa. Bu qanaqa rang edi? Sichqon rangi deyiladi. Aha. O'zi boshqa, nomi boshqacha. Bizani xalq tilida o'sha kasaflarlantirdi. Sichqon rangiga o'xshagan uchun sichqon rangi deydi. Krisa rangi. Ya, je krisa emas, sichqonniki приятныйroq, krisa boshqacha bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p. Mana shu mashinamiz hozir tekshiramiz, oxirida xulosalarni aytamiz. Tak, O'zlari aytdilar, chang ichlari dedilar. Ha, chang mashina kam yurgan dedilar. Shuni hisobiga mashina chang o'tiribdi. Bizga u qiziq yo'q, bizga yo'q qiziq. Ha, germetikadan boshlaymiz. Germetikasi plavniy turibdi, zavodskiy. Boltlar joyi turibdi. Bu ham bolt joyida. Bu yog'ida ham bolt joyi turibdi. Buniki ham joyida. Endi qanot ichini ko'ramiz. Qanot ichi seriy bo'lishi kerak. Seriy bo'lsa, shu gruntovkalangan zavodskiy bo'ladi. Demak, ichi seriy turibdi butun. Demak, ichkarisi butun. Endi lanjronga o'tamiz. Lanjronimizning eng mashinada eng kerakli qism bo'ladi. Shu butun bo'lsa, mashina to'g'ri yuradi. Demak, urilmagan butun turibdi. Bu yoq ham butun turibdi. Yaxshi. Endi balkalarni ko'ramiz. Balkasi, bu yerda balka bo'ladi, balkalar turadi. Balka joyida. Demak, atsak chiroyli chiqdi. Endi ustiga o'tamiz. Aha. Ichi holati zo'r. Chotki. Ranglari ham, kraskasi ham chiroyli turibdi, butun. Rangi bir xil. Attenkasiga ko'rayotganda shu attenkasiga e'tibor beramiz. I shagreniga. Shagren boriga lakni jimir-jimiri, ular bir xil turibdi. Demak, zavodskiy bir xil. Bu yoqqa o'tamiz. Bunisi ham yaxshi turibdi. Tekis, atsak ichini ko'ramiz. Germetikamizga murojaat qilamiz. Germetika mana shunaqa zavodskiy bo'ladi, qiyilgan, butun turibdi. Zavodskiy rangi ham bir xil, chiroyli turibdi. Endi bu yoqdagi boltiga qaraymiz. Boltlar joyida. Butun. Demak, yaxshi ekan. Eshigimiz ham toza chiqdi. Endi bu eshikka o'tamiz. Bu ham butun chiqdi. Anaqa ketyapti, Husan aka. Hozir yaxshi ketyapti. Toza chiqdi. Hozir endi qanot tegini ko'ramiz. Aha. Ha. Mana bu yerda ko'rayotganingiz germetikada, mana shu qanot tegi turadi. Butun zavodskiy turibdi, germetika joyida. Hech qanday bolg'a tegan boshqa joylari yo'q. Demak, butun. Aha. Tak, germetika joyida, butun. Yo'q ham butun turibdi. Hamma bu mashinalarda ichi chala sepiladi-da mana. Boshqa rang bo'lib turadi-da. Seriyroq,
ichiga chala sepadi. Inamarka shunaqada, chala bo'ladi. Tak, bu yog'i butun, germetikalar joyida, bu yog'i ham butun turibdi. Metkalar joyida o'zini zavodskiy metkasi bo'ladi, ammo butun turibdi. Bu yog'i ham germetikasi yaxshi turibdi, chiroyli. Endi tegini ko'ramiz. Tak, atsekni ko'ramiz. Atsek ham chiroyli turibdi, germetikalar joyida. Zapaska tushmagan, chokki turibdi. Ichiga materiallar ham unaqa titilib ketmagan, kam yurgan o'tganlarga butun turibdi hammasi. Aha. Bu qanot ham yaxshi, toza. Bulardan. 16 ming. Qancha yurganmi? Yo'q ham butun turibdi. Mana işte kraska ko'chgan joyi bor ekan. Nimadir teggan. Nimadir teggan emas. Boshqa narsa, asli yana ko'ramiz. Endi ustiga bizga foto tanishlaydigan narsa kerak bo'ladi. Raqobat mavsumida lekinmi? Yaxshi. Aytdi ko'chibdi-da kraska. Endi salgina nimadir teggan bo'lsa, shuni ko'chib ketgan. Ha, nima ekan? Ichi kraskasi ko'chibdi-da, yo'q. Ha. Ichidagi kraskasi ko'chib ketdi-da. Mana bu yerda kraskasi ko'chganini aytolmayman, ichida. Butun chiqdi. Butun ha. Xo'p, bu probegi qancha edi aka? 47 ming, ha? Bu o'sha nomer qo'yamiz bunga ham? 97. Bunga 97 lik, ha? 936 40 0. Bo'ldi. Xo'p, mashinamizni to'liq tekshirib chiqdik. Hamma yog'i toza. Mashinamiz 2013-yil yig'ilgan ekan, lekin salonda 2015-yil olingan ekan. Mashinamiz 47 ming probegda. Bu mashinamizga 16 ming so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, mana bu nomerlarga telefon qilasiz. Deyman. Bizada 3-Malibu'miz. Bugun Malibu kuni dediku. Polni Malibu tekshiramiz. Xudo xolasa, hozir boshlaymiz, oxirida xulosalarni aytib chiqamiz. Boshladik. Xo'p. Tak, atsekdan boshlaymiz. Atsek germetikadan boshlaymiz. Mana bular butun turibdi. Boltlar joyida, bu yoq ham joyida turibdi. Kirloyimizda bu yoq yaxshi turibdi. Mana bunisi boshqa qo'yilgan ekan, yangi kirlo qora. E'tibor beramiz, mana ichini olgin. Shohruh. Ichini ol, ichi qora turibdi, ko'rasan? Koreyskiy kirlo qora bo'ladi. No plus lekin qo'yilgan qora. Shifaglikka bo'lmaydi. Zavodskoyda seri bo'ladi. Ichi ochiq turibdi, ko'rasan? Endi bizga kerakli bo'ladi tekshiradigan narsamiz. Mana kirlo boshqa qo'yildi-ku, endi ichiga o'tmaganmi yo'qmi? Mana shunisi qiziq bizga. Tak, chashka butun turibdi. Yog'i ham butun metkalar joyida turibdi, chashka joyida turibdi. Bu yerga
Demak, bu yog'iga ishlama qilmagan, xudo xolisa. Endi lonjironga o'tamiz. Tak, endi podkrenli momentlari ham o'ziniki turibdi, mana. Usilitilgan lat yemagan buton. Tochkalar joyida, hammasi svarishning joylari buton. Yo'da lonjironga o'tamiz, lonjironni tekshiramiz. Poperechni ham butun turibdi, lonjiron ham butun. Unaqa bu yoqqa zarar yetmagan ekan. Gazi ham bor ekan. Tayyor gazi ham bor ekan. Atsekimizdan ko'rib bo'ldik. Ichi butun. Motorni atsek umuman lat yemagan, boltlarga tegilmagan, bitta shu qanotimizda zamin bo'lgan. Kapot radnoy turibdi. Keyin e'tibor beramiz, ashta mobil sep qo'yishibdi. Bu mashinada mobil sepilmaydi. Jiguli sepiladi. Bu mobil sepilish sababi chirmasligi uchun, zang yig'masligi uchun sepiladi. Germetkalar joyi turibdi, o'ziniki. Eshik o'ziniki ekan, xudo xolasa. Kirni boshqa qo'ydik dedik, to'g'rimi? Endi germetikasi treshchina bor. Mana shu ikkilasidan hozir kraska bunga переход qilingan bo'ladi. Ichi butun. Ichiga o'tmagan, kraska o'tmagan, no ustini переход qilishgan. Bular shunaqa-da kraska jemchukda bu. Nozik переход qilib yuborgan, ha, переход qilib yuborgan. Lak bu yoqqa o'tgan. Lak azgan sarg'ayapti, shuncha rang qilib qo'yapti. Tak, endi bu eshikka o'tamiz. Ham qiziq bo'ladigan joyi pasti butun. Paroglari, ichlari butun turibdi. Yengil udar. Stoykalari butun. Shu lug'ki bu yerda nimadir qirilgan bo'lsa, kelin zamini qo'yib yuborgan, yengga qo'yib yuborgan. Seriozli narsa yo'q demoqchimiz-da. Mashinani otganda mana shu narsa muhim. Lonjironga o'tmagan bo'lish kerak. O'sha joyi bunda butun ekan, xudo xolasa. Yo'g'am butun. Tak, endi eshigimiz butun chiqdi. Endi kalenkani tekshiraveramiz. Kalenkaga bizga mana shu narsa yordam beradi. Yo'llar ham butun turibdi. Toza. Endi boyagidek tegini ham ko'rib olsak, shunda sal aniqroq bo'ladi. Shuni tekshiramiz tegini. Butun turibdi. Mana Samarqand nonlarini ham qo'yib qo'yishdi. Tushibdi. Kelsanglar mana Samarqand noni bilan qo'shib beraveradilar. Tak, germetikasi joyida, Ha. metkalar joyida, kirlov demak almashmagan, butun turibdi. Endi atsak tegini ko'ramiz. Bizga har doim tegi qiziq, orqasidan yetib olmaganmi yo'qmi? Tak, bu yerda ham ichlar butun turibdi. Germetikalar svejiy, yaxshi turibdi, butun. Atsak yaxshi. Ketdik. Metani ham bor ekan, tayyor. Metan gazi bor. Endi orqa krilovga keldik. Orqa krilovning ko'rinishi yomon emas. Endi mana shu yerda tekshirgan joyimiz bor. Tak, mana yerda lokalniy remont qilingan ekan, ko'chgan ekanda yerda. Keyin kirasiz. Bamperlar tegadi, bamper urilganda asta ko'chadi-yu. Mana shu yerda kichkinagina tekizib qo'yishgan ekan bo'ldi. Ular strash emas. Strash emas, ha, butun. Ha, bo'ldi. Sekka o'tamiz. Germetikalar joyida. Yo'q ham butun. Yo'q ham germetikalar butun. Ko'ramiz. Mana bu yerda eshikni bo'lib sal yechilgan ekan, hozir ko'raveramiz nimaligini. Ha, legirovka uchun ham yechgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Legirovkaga ham ko'p eshik og'ir bo'ladi-da. Jinoyat alomatlari yo'q. Anta qirilgan joyi bor ekan. Ha. Kraska tekkizib qo'yishibdi. Aha. Ha, ko'rayotgan bo'lsa, ana bitta ko'ryapti. Butun. Endi undan ham ko'rish kerak-da. Tomi ham butun ekan. Mashinani o'sha bizga aytganlaridek o'sha qanoti, eshigi, qolgan joy toza, ikkita qirilgan joy bor ekan. Mashinamizni to'liq tekshirib chiqdik. Xususanki qatlarida kraskasi bor. Tak, mashinamizni kapotda atsak butun ekan. Cho'tki chiqdi, lanjiron, hammasi zo'r, butun. Oldida hech qanaqa nuqsoni yo'q. Bitta daryoda kirlov zamini bo'lgan, yangi qo'yilgan, eshikka переход qilingan. U endi majburiyatdan qilingan. Endi shu qirilgan eng kerakligi bizda qizig'i ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Mashinasi muhim narsa.
o'rtoqlar mana tayyor tekshirilgan mashina, yili 2015-yil, 65 ming probekda, 15,5 ming so'rayapti. Sizlar uchun mehnat qilib kelib, mana sizlar uchun tekshirib beramiz. Sizlardan bitta like va podpisatsiya esdan chiqmasin. Mana bu nomerlarga telefon qilasizlar. Buni ham egasi bitta. Salom alaykum. Bizda 4-Malibu bor. Hozir tekshirib, sizlarga oxirida xulosani aytamiz. Boshladik. Atsekdan boshlaymiz. Kapotada ozgina chaqasi bor ekan. Germetikamiz aytdi ozgina boshqacha quyilgan. Boshqacha turibdi. Aytda sepilgan joyi bor. Bor. Keyin boltiga qaraymiz. Bolti yechilgan. Petla bilan, petla deymiz buni. Rangi ikki xil bo'lib turibdi. Demak, bu no sepilgan. Ichi sepilganmi? Sepilgan. Ham germetikalar yaxshi emas. Samniyni shundanki bu almashganga o'xshamoqda. Tak ketdik, endi qanotga o'tamiz. Qanotimiz seri, bir xil turibdi ichi. Bu tarafi ham bir xil turibdi. Endi uni hali ustiga o'tganda ma'lum bo'ladi. Hozir ichini tekshiramiz. Longeronga o'tamiz. Longeron bu yoqda. Longeronimiz ichlari butun turibdi. Qanotini ko'ramiz. Qanotida e'tibor beradigan joylarimiz bor, işte. Raxiga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi razmeri bir xil bo'lishi kerak. Yo'nalishda qirrasi bor-ku. Hammasi bir xil bo'lishi kerak. Bu yerda bir xil turibdi. Keyin raxiga ham e'tibor beramiz. Raxi bir xil bo'lishi kerak. Bu yerda bir xil turibdi. Boshladik. Bismillah. 21. Hozircha yaxshi, bu ham yaxshi. Yaxshi turibdi. Buni osha qarang. Bu orada 18, 21, 22 chiqyapti-yu. Zavodskoyda shu 20 dan 30 gacha ham bo'ladi o'zi. Shunaqa mumkin. Terpimiy. Bu changi ham ko'rsatib beradi-da, mikronda bu. Shuning uchun unaqa strashniy narsa yo'q. Demak, butun toza chiqyapti. Germetikasi joyida, bu ham joyida turibdi. Yo'q ham joyida. Demak, butun bitta deformatsiyasi bor ekan bo'ldi. Lekin kiras sepilmagan. Bitta deformatsiya bor ekan, ish turibdi uni. Vidima. Lekin kiras, miyatinasi bor, lekin kraskasi yo'q, butun turibdi. Germetika joyida, yo'q ham joyida. Yo'q ham joyida, yo'q ham joyida turibdi butun. Metkalar joyida turibdi. Bu yo'q ham joyida butun. Mana tochkalar bor, işte. Zavod qo'ygan tochka bo'ladi, bu butun turibdi. Endi atsekka o'tamiz. Atsek ham bir xil chiroyli turibdi. Germetikalar joyi, eng ko'rinadigan joyi, kerakli joyi mana shu germetikasi. Demak, orqasidan lat yemagan. Yana ozgina deformatsiyasi bor ekan, kichkinagina ko'ryapti. Mana. Bu orqadan kelganda, lekin bu yo'llarga o'tib ketmagan. Raqam 30 dan uchun bo'lmaganmi? Yo'q, bu ichkariga ish qo'ygan. Tashqariga ishgan bo'lsa, buni qo'yganda urganingda pastga facho bo'ladi. U yo'qdan urgan, facho turibdi, ko'rasizmi? Madar kichkina. Kichkinagina takka yetib olgan bo'lishi mumkin, lekin butun turibdi. Qanotiga keldik, orqa qanoti. Tak, raxlariga shu e'tibor berganimiz, shu e'tibor beradiganimiz shu raxida o'sha. Raxiga e'tibor berishimiz kerak. Bular butun turibdi. Endi tavsiyalarga murojaat qilamiz. Yaxshi, razmer. Yaxshi. Yo'q ham yaxshi. Qanot ham yaxshi. Mana bunda ham boyidagi chaqa joyi bor ekan. Bu ham bitta Malibuda bo'ladigan kasal ekan, mana. Nariga ham toza edi, lekin mana shunaqa joyda chaqasi bor. Razmer bir xil chiqyapti. Bu ham bir xil. Demak, butun toza. Tamam, butun. Hatta sarapinasi bor ekan. Endi shu sarapinadan o'tib o'tishimiz mumkin. Nimagaki, mana shu videoni ko'rib boshqalar shunga ishonib olishi mumkin. Shunda shu sarapina ham qolib ketishi kerak emas. Olayotgan odam shuni bilish kerak. Bu tayyor tekshirilgan mashina bo'lyapti.
tomiga mana shu narsa bilan ko'ramiz. 16 chiqyapti. Mana ko'pincha mana shu joylarda bo'lishi mumkin. Butun. Yo'g'on butun turibdi. O'rtoqlama tekshirib chiqdik mashinani. Qatlarda bo'lgan ekan? Kapotida remont bo'lgan, boshqa qo'yilgan. Kapot zamin bo'lgan. Ha, qolgan joy but-butun. Bitta naryo eshigida deformatsiyasi bor, lekin kraska sepilmagan. Mana bu eshigining orqasida sanapina bor ekan. Qolgan joy toza. Xo'p, mashinamiz yili 2014-yil 82 ming probekda ekan. Bu mashinamizga 14,5 ming so'rashyapti. Mana shu nomerlarga telefon qilasizlar, xudo xolasa kelishtirib baraka qilasizlar. Baraka bo'ldi deb yozib qo'yasizlar. Mana sizlarga tayyor tekshirilgan mashina. Bitta layk esdan chiqmasin. O'rtoqlar, mana tekshirib chiqdik. 4 ta 5 ta Malibu birlami tugatdik xullas. Keyingi mashinamiz nima bo'lishini sizlar belgilasanglar, biz o'shanga qarab chiqib tekshiramiz. Tekshirib beramiz. Kommentariyaga yozinglar, nima mashina tekshiring. Malibu 2, Nexia 1 yoki Nexia 2, Cobalt, Gentra farqi yo'q. Eng ko'p mashina kim yozilsa, o'shani tekshiramiz keyingi hafta. Xudo xolisa biz har hafta mashina bozoridamiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, bemalol ishinglarni tez va oson bitiramiz. Sog' salomat. Salom.